Assalomu alaykum hammaga. Top buxgalter loyihasida bugun sizlar bilan e-imzo haqida gaplashamiz. E-imzo nima uchun kerak va uni kompyuterimizga qanday o'rnatib olishimiz mumkinligini ko'rib chiqamiz. Bugun Windowsga o'rnatishni ko'rib chiqamiz, qanaqa o'rnatish mumkinligini. Xo'p, e-imzo nima? E-imzo bu sizning odatiy imzoingizning yuridik kuchga ega bo'lgan elektron shakli hisoblanadi. U orqali turli xil saytlardan foydalanish mumkin. Shaxsingizni elektron ravishda tasdiqlashingiz mumkin va turli xil hujjatlarga, shartnomalarga elektron tarzda qo'l qo'yishingiz mumkin, oddiy qilib aytganda. Imzolashingiz mumkin. Xo'p, uni kompyuterimizga ko'rib chiqishni boshlasak, Windows misolida. Xo'p, buning uchun birinchi navbatda e-imzoning rasmiy saytiga kirib olishimiz kerak. E-imzo rasmiy saytiga kirganimizda quyidagi oyna ochiladi. Bu yerdan pastroqqa tushadigan bo'lsak, e-imzo yozuvi yozilgan bo'lim bor. Ko'rib turganingizdek, o'rnatib olish belgisi ham turibdi. Xuddi mana shu joydan e-imzoni o'rnatib olishni bosamiz. Bu yerda turli xil variantlar bergan. Bizda Windows misolida eng mos tushadigani bu birinchisi Windows GRE 1.8 hisoblanadi. Uni o'rnatib olamiz. Keyingi videolarimizda MacBook uchun qanaqa o'rnatib olish mumkinligini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, o'rnatib oldik, ichiga kirib olamiz. Bu yerda parol so'raydi. Parolni qayerdan olaman degan savol tug'ilishi tabiiy. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda arxiv paroli deb parol berilgan 202 32 32. Xuddi mana shu parol terib olamiz. 202 32 32. Xo'p, podrobnida o'qib chiqamiz. Xo'p, o'rnatib olamiz. Далее становит. O'rnatib olish jarayonida hozir. Завершить. Bo'ldi, e-imzo o'rnatildi. Ana endi buni tekshirib olishimiz mumkin. Qanaqa tekshiramiz desak, saytni bitta yangilab olamiz. Shu yerning o'zida ariza shaklini to'ldirish bo'limi bor. Mana shunga kiramiz. Agarda quyidagi oyna yuzaga keladigan bo'lsa, bizda e-imzo ishlayapti. Yana bir boshqa usul bilan tekshirib ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, MySolga kirib olishimiz mumkin. MySolga kiramiz. Kabinetga kirish. Eri orqali mana kaltingizni tanlang bo'limi chiqdi. Agarda bu bo'limning o'rniga, agarda e-imzo o'rnatilmagan bo'lganda edi, bu bo'lim o'rniga e-imzo o'rnatib olishingiz kerak degan yozuv chiqardi. Keyingi videolarimizda MacBook uchun qanaqa o'rnatib olishimiz mumkinligini ko'rib chiqamiz. Buxgalteriyaga oid foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.